Biz hozir Sura-i Baqarada 3-oyatda va mimma razaqnahum yunfiqun o'qidik. Biz bergan narsadan boshqalarga berarlar. Shunday-a? Musulmon taqvodor odamning 3-sifati. Atrofingizda 100 ta odam kerak emas. Siz o'zingiz qila olasizmi? Sizga Alloh bergan narsadan boshqaga bera olasizmi? Men bir voqeani sizlarga eslatay. Makka-i Mukarramada Abdulloh Eshonbuva degan kishi bilan tanishib qoldik. Bu odam 30 yildan beri Makka shahrida imomlik qilar ekanlar. Shu odam ertamatan meni oldimga kelib, men sizni bir joyga olib boraman. Bir mashina aytaymi dedim. Desam, yo'q. Biz boradigan joylarga yalangoyoq boriladi dedi. Hazrat Musoga aytilingan topshiriq esizdami deydi. Fahla'na alayka innaka bil vadil muqaddasi tuwa. Alloh taolo aytadiki, ey Muso, kavushingni yech, sen muqaddas joyga kelyapsan. Men sizni shunaqa joyga olib boraman deydi. Ertamatan yurganmiz Hazrat Rasulullohning tug'ilgan joylari, qo'y boqqan joylari, Abu Bakr Siddiqning uylari, Hadicha onamizning uylariga birma-bir olib borib o'tiring deydi. O'tiraman, o'sha joyga aytib beradilar. Mana shu joyda shunday voqea bo'lgan. Mana shu joyda shunday voqea bo'lgan. Aytib bir narsa aytib berdilar. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Bir ulug' kishi Makkaga keladigan bo'ldilar. Biz u kishini kutib olishimiz kerak dedilar. Kutib oldik. Bu kishini mehmonxonaga joylayatsak, men bir zarur ishim bor. Nima ishingiz bor? Makka shahrida Palondaqa degan qishloq bormi? Ha, bor. Meni o'sha yerga olib boringlar. Xo'p, bir kun dam oling. Yo'q. Men juda ham muhim ish bilan kelganman. O'sha joyda mana bunaqa ish qiladigan Palonchi degan odam bor ekan, topinglar debdi. Hozir deydi, bir pasda topsa bo'lar ekan odamni deydi. Darrov u joyda hokimiyatni aloqa qildik, topdik, bordik deydi. Makkaning hokimi, bu kishi Makkaning mashoyihlari va haligi odam. Taqillatib kelib chaqirsin. Bizni ko'rib haligi odam oyoq qo'li qaltirab, "Ey, sizlar nimaga keldiring?" debdi. Desa, "Sizni ziyoratingizga keldik." "Yo'q, sizlar xato qilyapsizlar. Men sizlar ziyorat qiladigan odam emasman." Desa, haligi odam aytdiki, "Hoy birodar, seni isming Palonchimi?" "Ha, Palonchi." "Sen palon joyda ishlaysanmi?" "Ha, o'sha yerda ishlayman." Shu qo'lini ushlab, "Senga Rasululloh salom aytdilar" debdi. Va menga bir topshiriq aytdilar. "Seni ko'ngling xotirjam bo'lsin. Rasululloh seni shafaat qilar ekanlar" debdi. Buni odam aytayapti dedi. "Ey birodar" dedi. "Men umrim fido bo'lsin sen qilgan ishga. Sen nima qilgansan?" dedi. "Yo'q. Bu odam yerga o'tirib olibdi-da, sizlar xato qilyapsizlar dermish, o'ziga o'zi qo'liga urarmish. Sizlar xato qilyapsizlar, bunaqa bo'lmagan. Men xato qilmayapman. Men bu tushni bir necha marta ko'rdim. Sen hozir aytasan menga qilgan ishingni. Nahotki Robbim mendan shu ishni qabul qilgan bo'lsa, men bitta maqsadim bor edi, Rasululloh meni shafaat qilsalar deb bir ish qilganman. Qo'shnim o'lib qolgan. Shu kuni men Allohga ahd qildim. Ey Robbim, men bir faqir odamman, falon joyda ishlayman, men oylik olaman, oyligimni yarmini shularga beraman. Shu kungacha ahdimda turibman debdi. Ay birodarlar, mana shu narsani 3 yil qilgan ekan shu odam. 3 yil shu ishni qilgan. Buni bola chaqasi och qolmagan. Rozzoq Alloh. Bu odam Allohga ahd qilgan. Bitta o'zi shu ishni qilgan. Rasululloh salom yuboryaptilar. Rasululloh elchi yuboryaptilar. Aytib qo'y, men uni shafaat qilaman deyaptilar. Niyatingiz shunday bo'lsin. Shuni qila olmaysizmi? Sizga mana shu ishni qilish uchun 100 ta odam kerakmi? 10 ta odam kerakmi? O'zingiz yetasiz. Faqat xolis qilsangiz.